Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan imtihon markazida imtihon savollariga qo'shilgan yangi 3 ta savol bilan tanishib chiqamiz. Bu savollarni avvalroq o'qishni tugallagan o'quvchilar hali ko'rgani yo'q, hali tushunmagan. Shuning uchun shu o'quvchilarimiz uchun yoki bo'lmasa yangi o'qiyotgan o'quvchilar uchun shu testlarni sharhlab sizlarga to'g'ri javoblarni tushuntirib beramiz. Demak, imtihon markazida qo'shilgan imtihon savollariga qo'shilgan birinchi savolimiz quyidagicha. Bu xavflilik belgisi qanday nomlanadi? Bilamizki, xavfli yuk taniqlik belgisining ichida alohida xavfli yuk turini ko'rsatuvchi qo'shimcha belgi o'rnatiladi. Bu belgini ko'rganda birinchi marta o'quvchi tez alangalanadigan gazlar yoki suyuqliklar javobi xayoliga kelishi mumkin. Belgini rasmiga qarab turib, lekin aslida bu joyda to'g'ri javob ikkinchi, ya'ni organik proksidlar javobi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bu organik proksidlar kimyoviy moddalar turkumiga kirib, kimyoviy moddalar tashiydigan xavfli yuk transport vositalarini oldi va orqa tomoniga o'rnatiladi. Demak, keyingi savolimiz. Quyidagi 324, ya'ni tezlik cheklangan yo'l belgisining ta'sirini qaysi belgilar bekor qiladi? Bilamizki, 324 belgisining ta'siri 325 yoki bo'lmasa birinchi chorrahagacha amal qiladi. Bundan tashqari bu belgining ta'sirini 331 barcha cheklovlarning oxiri yoki bo'lmasam aholi punktining oxiri belgisigacha amal qilishi mumkin. Va 522 aholi punktining boshlanishi belgisi ham yuqori tezlik cheklangan belgisining ta'sirini bekor qiladi. Demak, bu joyda to'g'ri javobimiz F5. Oxirgi yangi qo'shilgan savolimiz. Quyidagi joyda to'xtashga ruxsat beriladi. Demak, bu joyda avtomobilni odam olishi uchun yo'lning shu qismiga to'xtashga ruxsat etiladimi degan savol berilyapti. Yangi savolimizda to'g'ri javobimiz taqiqlanadi. 1.11, ya'ni uzuq chiziqqa parallel holatda chizilgan sidirg'a chiziq chizilgan joylar. Bu o'sha transport vositalarini manevr qilishi, chapga burilishi, qayrilishi uchun berilgan joylar, ruxsat berilgan joylar hisoblanadi. Bunday joylarda, ya'ni o'sha qayrilish joylarida va ulargacha 30 metr yoki ulardan o'tib 30 metrgacha bo'lgan masofada transport vositalarini to'xtashi taqiqlanadi. Demak, bu holatda to'xtagan haydovchi o'sha chapga burilayotgan yoki orqaga qayrilayotgan transport vositasini harakatiga xalaqit beradi. Shuning uchun bu joyda to'xtash taqiqlanadi. To'g'ri javobimiz F2 taqiqlanadi belgisi. Javob. Bu videoni tanishlarimizga yuborib qo'yamiz. Ya'ni imtihon topshirmoqchi bo'lgan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz. Imtihon markazida bu savollar tushib qoladigan bo'lsa, noto'g'ri javob belgilab qo'ymasligi uchun.